o'zi yana ishkal bo'ladi. Otang bilan qanaqa ohangga gaplashyapsan? Dada oyog'ingizni qildidan mushugimiz o'ldi. Endi meni ham o'ldirmoqchimisiz? Yuvib keling. Mani qo'lim o'llab ketgan. Meni oyog'im sasimayapti dedim senga. Dada, mani xona yonib ketgan. Qanday sasimasligi mumkin? Oyog'ingizni bitta ko'ringki, qurtib tushmabdimi oyog'ingizga? Hozir ko'raychi. Yo'q, hali qurtlamabdi lekin. Yaxshilikcha aytdim qilmadingiz. Ishkal bo'lar qo'shmay turing. Bobo, mana yerda yomon qattiq ishkal bo'lyapti. So'kib qonimda. Nima ishkal bo'lyapti? Bobo, mana dadangga ayting, oyog'ini yurgizib, qurtlab ketgan. Hidi o'rnashib qo'ygan. Benzinda yursam ketmayapti bu xil. Seni dastingdan bolaligingga ham uyda o'tirib emasdi. Qachon yurdiga oyog'ingga qolgan marta. Ha, u kuni bir chekkani bir narsani bosib oldim. Ha, o'shanda yurdim-ku yaxshilab oyog'imni. Hali bir hafta ham bo'lmadi. Bir hafta? Dada, futbol tugadi, ko'p tashaveraymi? Qayerdandir o'lik hidi kelyaptimi?